Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda dasturchilar uchun shaxsiy brend yaratish haqida gaplashamiz. Shaxsiy brend nima uchun kerak, qanaqa qilib yaratiladi, yaratish yo'llari, to'g'ri platforma tanlash, xatolar, qo'rquvlar hammasi haqida gaplashamiz va aynan dasturchilar uchun. Nimaga siz dasturchi sifatida zadrot, nerd, g'orda o'tirib, qorong'uda o'tirib, yorug'likdan qo'rqadigan dasturchi sifatida nimaga siz o'zingizni brendingizni rivojlantirishingiz kerak. Odamlarga o'zingizni tanitishingiz kerak, uni yo'llari, nima uchun shu ishni qilishingiz kerak. Shu mavzu haqida va aynan dasturchilarga tegishli bo'lgan qismi haqida gaplashamiz, chunki bu marketing, brending katta mavzu. Men o'zim dasturchi sifatida qilgan ishlarimdan, shu yillar davomida olgan tajribamdan, xatolarimdan kelib chiqqan holda, o'sha o'zimni shaxsiy tajribamdan sizlarga shu narsani yoritib, tushuntirib, ko'rsatib bermoqchiman. Xudo xolasa slaydlar bilan o'zimni va yana boshqa mavzu qiziqarli video bo'ladi. Xudo xolasa oxirigacha ko'ring, chunki juda ham foydali va qiziqarli video bo'ladi va eng kerakli videolardan bittasi. Ayniqsa dasturchilar uchun, shu g'orda o'tiradiganlar uchun. Chunki dasturchilar marketingga, savdo sotiqqa yo'q bo'ladi. Shu iloji boricha hech kimga ko'zga ko'rinmasdan burchakda, qorong'u joyda o'tirib ishlasa bo'ldi. Hech kim gapirmasa, tegmasa, yozsa ham tekst bilan yozsa, misol uchun telefon qilmasa, hech kim video bilan ham gaplashmasa-da, shu tekst bilan yozsa-da, shunaqa. Dasturchilar asosan shunaqa bo'ladi. Bu videoda xudo xolasa shuni yechim topamiz. Chunki siz kuchli dasturchi bo'lishingiz mumkin, lekin hech kim sizni tanimasa, katta natijalarga erisha olmaysiz. Ayoqda bittasi uncha zo'r dasturchi emas, mundoqroq dasturchi, lekin hamma taniydi. Kuchli brendi bor, ko'pchilik taniydi. Unaqa odamga ishlarni ham o'zi yog'ilib keladi, ish ularni qidirib keladi. Mijozlar ham ularni qidirib keladi, pul ham orqasidan yuradi va tanish bilish qayerga borsa ham ishi tez, oson bitadi. Ko'pchilik taniydi, xullas hamma narsa oson. Unga imkoniyatlar eshigi ochiq, har tarafdan imkoniyatlari keng. Pul topaman desa ham, u ishga bog'lanib qolmagan, misol uchun bitta ishga bog'liq emas. Ishdan ketsa ertaga 10 ta joyda uni kutib turishibdi. O'shaning uchun bu brendning kuchi, shu nomni kuchi, yaxshi nomni kuchi odamni. Xudo xolasa bu video o'sha haqida. Meni birinchi marta ko'rayotganlar, ismim Suhrob, backend PHP Laravel dasturchisiman. Agar siz dasturlashni noldan boshlab professional darajagacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga obuna bo'ling. U yerda noldan boshlab o'sha ishga kirish mavzularigacha hamma videolar, kurslar joylangan va mana boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham Telegram, Instagram, LinkedIn hamma joyda kuzatib boring, chunki u yerda bu video ko'rinishida qo'ymagan postlar, har xil boshqa shakldagi kontentlarni u ijtimoiy tarmoqlarda berib boraman va tirikchilik.uzda ham donat bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Agar videolarim, kurslarim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, boshladik. Sekin slaydlar bilan, shular bilan sekin birma-bir o'tib ketaveramiz. Xo'p. Mana birinchi o'zimni tanishtirib, shular bilan aytib o'tib ketaman qisqacha va mana bu yerda platforma tanlash, har xil kontent turlari, audio, video, shu vizual, har xil sizga mosini tanlaymiz, xudo xolasa. O'zingiz tanlaysiz, men tushuntirib ketaman. Va mana bu yerda ham shu kontent turlari, o'z uchun auditoriya tanlash, qanaqa auditoriya tanlash va oxirida xudo xolasa monetizatsiya qilish yo'llarini ham, ya'ni pullash, shu auditoriyani yoki kontentni, mana shu brendingizdan pul topish yo'llarini ham qisqacha tushuntirib aytib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, demak bu video dasturchilar uchun shaxsiy brend qurish haqida. Kod yozish yetarli emas. Dasturchisiz, lekin sizni hech kim tanimaydi. Mana bu muammo. Qanaqa qilib tanilmagan dasturchidan talabgor mutaxassisga aylanish yo'llarini ko'rib chiqamiz bu videoda va shaxsiy brend orqali ish, mijoz va imkoniyatlar sizni o'zi topadi. Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, endi bu yerda kimlargadir misol hammaga tanilish, hammani oldida bo'lish kimgadir yoqmasligi mumkin. Kimlardir o'sha kamerani oldida yoki o'zini ovozidan uyalishi mumkin. Hozir bu qo'rquvlarni ham hammasini tushuntiraman. Lekin shu katta natijalarga erishish uchun baribir brendingiz, kuchli brendingiz bo'lishi kerak. Shu kimlardir misol uchun yoqmaydi bu narsa. Shu odamlarning oldida bo'lish, videoda bo'lish. Men o'zim ham bir xilada, misol uchun hozir misol shu hech kim tanimasa yaxshiroq bo'lardi deb o'ylab qolaman bir xilada, chunki bu endi mashhurlik desa ham bo'ladi. Endi mashhurlik deganda bu faqat dasturlash sohasida, misol uchun umuman san'atkorlarni hamma taniydigan odamlarni olsa, ular ko'chada ham yurib bo'lmaydi ular uchun. O'shanga bu ikkala tarafi ham plus va minus taraflari bor. O'sha taniqli bo'lishi ham va hech kim tanimaydi ham, chekkada yurib. Plus bor, maza qilib, hech kim ortiqcha bezovta ham qilmaydi yoki
jimgina yurishi ham plus minus taraflari bor. Endi bu video brend qurish haqida, lekin yaxshi, xudo xolasa. Endi meni birinchi marta ko'rib turganlar, mana ismim Suhrob. O'sha PHP Laravel dasturchisiman. Xo'p, mana katta qilsa bo'ladi. Shu asosiy meni platformam YouTube hisoblanadi. YouTube kanalim mana 13400 ta obunachim bor. Shu yerda o'z YouTube'ni birinchi boshlaganman. Mana boshqa ijtimoiy tarmoqlar keyin qo'shilgan. Mana shu erishgan natijalarim Telegramda 1600 ta, LinkedIn 2400 ta, Instagramda 1000 ta obunachi bor. Chunki endi bu platformaga bog'liq. Asosiy kanalim YouTube bo'lganligi uchun asosiy kontentdan video ko'rinishida shu yerda bo'ladi. Telegramda postlar, LinkedInda ham postlar, Instagramda endi boshida video qildim, lekin Instagram auditoriya, bu hammasi auditoriyaga bog'liq. Hozir bularni ham ko'rib chiqamiz. Hamma ijtimoiy tarmoqda, platformada o'ziga yarasha odamlar kuzatadi. Instagramda umuman boshqalar kuzatadi, LinkedInda boshqacha odamlar o'qiydi postlarni, YouTube'da boshqacha, Telegramda ham boshqacha. Bularning farqlarini ham ko'ramiz hozir. Endi meni birinchi marta ko'rayotganlar uchun, misol uchun bu mavzuda sen gapira olasanmi o'zi degan savolga javob tariqasida buni qo'ydim. Men o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mana shu 3 yil davomida shaxsiy brendni rivojlantirishda nimalarga erishdim? Birinchisi O'zbekistonda, o'zbek kontentida, YouTube'da PHP va Laravel mavzularida meni kursim birinchi o'rinda turadi. O'sha birinchi o'ringa chiqdim 3 yil davomida. Men o'zi bilmaydiganlar uchun, misol uchun o'sha o'rgatishni boshlaganimda ham bundan oldingi kanalimning nomi Nuraliyev o'rgatadi bo'lgan, bilmaydiganlar uchun. O'rgatishni boshlaganimda ham o'zimda ham bor yo'q 2 yil tajriba bo'lgan, ya'ni unaqa ko'p ekspert sifatida o'rgatishni boshlamaganman. Bor yo'q 2 yil tajriba bilan boshlaganman. Sekin-sekin u yog'i o'sha ishlash davomida ishlagan ish paytida o'rgangan narsalarimni bu yoqda YouTube'da ham o'rgatib, bilim berib borganman, kurslar chiqarib har xil. O'shanga buni boshlash uchun ekspert bo'lishingiz shart emas. 10 yillik, 15 yillik katta dasturchi bo'lishingiz shart emas. Sekin boshlasangiz ham bo'ladi. Qaytanga voqli boshlaganni pluslari ko'p. Hozir buni haqida yana chuqurroq aytaman va shuni orqasidan yangi ishlar, yangi hamkorliklar, mijozlar keldi. Misol uchun har doim doimiy ravishda yozib turishadi, bunaqa proyektlar bor, loyihalar bor, frilansga, boshqachasiga. Ko'pchilik mana shu YouTube'da bilganligi uchun ham bu dasturchi ekan deb yozadi. Mana shu proyekt bor, har xil ishlar bu yoqdan chiqadi. Imkoniyatlar, mana kutilmagan imkoniyatlar eshigi ochildi. Keyingisi hamjamiyat paydo bo'ldi, ya'ni o'sha mana shu YouTube kanal, dasturlash, PHP, Laravel va umuman dasturlash mavzusi orqasidan shu hamjamiyat paydo bo'lib, YouTube, Telegramda guruhimiz bor. Bu ham shu katta natija deb bilaman. Yangi tanishlar orttirdim shu kontent yaratish mobaynida. Keyin endi bulardan tashqari, masalan, menga foydalaridan tashqari, masalan, odamlarga yaxshilik qoldi. Shu orqasidan, mana shu YouTube kanalim orqasidan endi bu ham sadaqai joriyaga kiradi. Inshaalloh, masalan, savoblari bor. Chunki YouTube kanalimda ham eng birinchi o'rinda turadigan komment, shu izoh aytadigan bo'lsam, birinchi o'rinda shu Alloh rozi bo'lsin degan izoh turadi. Masalan, hammasini hisoblaydigan bo'lsak, eng katta qismi shu izohga to'g'ri keladi. Endi alhamdulillah, masalan, maqtanish mavzu, inshaalloh shu savobini ham umid qilaman. Xudo xolasa, mana shu odamlarga foydasi tegadigan, shu bilim berish orqasidan keladigan. Bu ham bitta plus sizga. Ya'ni sizdan keyin shu narsa qoladi. Xudo xolasa, mana shu videolar to'g'ri uzoq muddatga qolmaydi, eskiradi oradan vaqt o'tgandan keyin, lekin shu ma'lum bir vaqt davomida ham sizdan shu narsa qoladi. Yaxshi. Endi bu o'sha yaxshi kontent, misol uchun, bular bo'lmasa bachkana videolar ham chiqarishadi. Endi u bilmadim qanaqa bo'ladi. Va sanoqsiz o'quvchilar birinchi ishga kirib, tekinga shu o'zligini ishlagini topib ketishdi. Doimiy ravishda menga yozib turishadi. Oranglardan ko'pchiliginglar ham bilsanglar, yozgan bo'lishinglar kerak. O'sha sizni videolaringizni ko'rib, ishimni topdim, shunaqa birinchi ishimga kirdim, mana $400, $500 har xil oilalarga yoki tekinga bo'lsa ham shunaqa topdim deb yozishadi. Ya'ni bu narsadan xursand bo'laman faqat. Agar siz ham ishingizni topgan bo'lsangiz, yozing. Motivatsiya olaman mana shu narsadan. Izohlarni o'qib YouTube'dagi o'zimga yozishadi, Telegramdan. Shunaqa sizni videolaringizdan deb rahmat deb ko'p yozishadi. O'shanga
bunaqa foydali zo'r taraflari ham bor shaxsiy brend, umuman kontent yaratishi va nima uchun kerak deydigan bo'lsak, o'sha birinchisi ish topishingizni osonlashtiradi. Siz ishlarni o'zi siz topadi. Ishga topshirayotganingizda ham bu narsa rezyumengizda zo'r bo'lib turadi. Mijozlar, ishlar o'zi sizni izlab keladi. Keyingisi mana portfolio sifatida ham ko'rishingiz mumkin bu narsani. Portfoliodan ko'ra kuchliroq bo'lishi mumkin. Boya videoni boshida aytganimdek, zo'r dasturchi bo'lmasangiz ham, kuchli brendingiz bo'ladigan bo'lsa, siz ishdan muammo bo'lmaydi sizda. Qaytangi ishga ham bog'lanib qolmagan bo'lsa, ishdagi ham sizni yo'qotishdan qo'rqadi, chunki katta dasturchisiz, misol uchun ularga ham plyus, mana bu odam bizda ishlaydi deydi. Shunaqa plyus taraflar bor. Rezyumeni o'rnini bosishi mumkin. Keyin pul ishlash imkoniyatlari ham ochiladi. Buni yana chuqurroq ko'ramiz. Odamlar sizga ishonch bildiradi. Ya'ni siz misol kontentingiz bor YouTube'da yoki Telegramda, boshqa bloglarda ham odamlar sizga ishonadi mana. Sizni ekspert sifatida ko'rishadi. Shu mavzuda, dasturlash mavzusida birovlarga o'rgatganingiz uchun sizga ishonib, shu ekspert sifatida ko'rishadi. Kontent yaratishdagi qo'rquvlar. Endi sizda shunaqa qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu aytganimdek tanlaysiz, endi kimgadir kerak, kimgadir kerak emas, lekin menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men ham boshida bunaqa videoga o'zimni videoga tushib yurmaganman, qanaqadir. Yoki aktyor emasman, men ham o'zimni majburlab shu narsaga odamlarga o'rgatish shuni. Bo'sh vaqtimda sekin-sekin boshlaganman men ham bu YouTube'da kontent yaratish. Videolarim ham dabdala bo'lgan, birinchi boshdagi videolarim. Gaplashamiz bu haqida. Qanaqa qo'rquvlar bo'lishi mumkin? Hech kim ko'rmaydi deb qo'rqaman. To'g'ri, shunaqa boshida hech kim ko'rmaydi baribir. Keyingisi odamlar masxara qiladi deb o'ylayman. Shunaqa deb o'ylashingiz mumkin qarindoshlar orasida, qo'shnilar, qo'ni-qo'shnilar orasida yoki men hali yetarlicha yaxshi emasman deb o'ylashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, men gapiradigan mavzu allaqachon yaratib bo'lingan, aytilgan yoki qilib bo'lingan video deyishingiz mumkin. Yoki qanaqa qilib boshlashni bilmayman deyishingiz mumkin. Yana qo'rquvlar. O'zingizni ovozingizdan uyalishingiz mumkin. Ya'ni sharmandalik eshitiladi. U hammaga shunaqa. Meni o'zimga ham ovozim yoqmaydi. O'zimni eshitgim kelmaydi xullas. Hammada shunaqa, lekin shu eshittirganingiz sari quloqim o'rganadi-da, o'zingizni ovozingizdan uyalmaydigan bo'ladi. Yoki kamera oldida gapirish noqulay bo'lishi mumkin. Yoki kamerani o'chirib, mana chetdan olib tashlaysizda, videoning orqasidan faqat ovozingiz bilan ham video kontent chiqarishingiz bo'ladi. Yoki noto'g'ri gapirib qo'yishdan qo'rqaman, yoki kimdir meni tanqid qiladi deb o'ylayman. Bu 100% bo'ladi. Bundan qochib qutulib bo'lmaydigan narsalar bular. Negativ izoh har doim bo'ladi. Endi u odam, o'sha odamga bog'liq u narsa. Sizga bog'liq, uni o'zingizga qabul qilmasligingiz kerak, xullas. Yoki video editing deyiladi. Videoni tahrirlashni bilmayman, ya'ni texnik taraflama, qiynalaman deyishingiz mumkin. Shu montaj deyiladi. Bu ham sekin-sekin o'rganiladigan narsa. Yoki bo'lmasa yana nima? O'zimni yetarlicha qiziqarli odam deb hisoblamayman. Bu narsalar noto'g'ri. Hamma o'ziga xos, hammaning o'ziga xosligi bor. O'shaning uchun bitta mavzuni 10 xil odam video olsa ham 10 xil video chiqadi. Ya'ni u odamning o'zini shaxsiyati bor. O'sha misol kimdir kuldirib video qilishi mumkin. Hammaning o'zini shaxsiyati bor. O'shanga bu narsani o'ylamaslik kerak. Yoki meni fikrim kimga ham kerak deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, noto'g'ri, siz fikringiz kerak. Men siz bilan qo'shilishim mumkin yoki siz xuddi sizdagi fikrlaydigan yana ko'p odamlar guruhi bo'lishi mumkin. O'shanga hammani o'zini o'sha unik deydi-yu. Hamma o'zgacha. O'shanga bu narsadan qo'rqmaslik kerak. Endi xo'p, shaxsiy brend qurish. Mana shu yerda slaydimiz. Tekst xohlasa rasm bilan qiziqarli qilishga harakat qilaman. Uni tekst bilan qolib ketmayman. Xo'p, endi bu qo'rquvlardan o'tdik deylik. Bularning hammasi shunchaki qo'rquvlar. Hammada bo'ladigan narsa. Menda ham bo'ladi. Haligacha bo'ladi menda. Shu haligacha bo'ladi, lekin shu narsani yengib o'tish kerak. Hozir oxirida yana qadamlar haqida, aniq qadamlar nimalar qilish kerak haqida, shular haqida ham to'liq gaplashamiz. Xo'p. Endi kelishdik, demak, shaxsiy brend yaratishingiz kerak. Siz sekin nimadan boshlash kerak degan savol tug'iladi. Xo'p, birinchi navbatda yo'nalish va niyatni aniqlab olish kerak. Ya'ni siz yo'nalishingiz qaysi yo'nalishda shaxsiy brend yaratmoqchisiz? Sizni kim sifatida odamlar tanish kerak? Menda misol uchun o'sha birinchi xayol kelgan narsa PHP Laravel. O'zbekistonda o'zbekcha kontent bo'yicha PHP Laravelda birinchi o'rinda. YouTube'da hamma. O'shaning uchun boshida o'shandan boshlash kerak. Aniq bitta kichkinaroq iloji bor yo'nalishda. Men ham birinchi o'sha PHP Laraveldan boshlaganman, keyin boshqa mavzularga ham sekin
kengayishni boshlaganman, kengaytirishni sekin yonidagi qo'shimcha boshqa yon mavzularga o'tganman, lekin boshida boshlaganimda men ham faqat shu PHP, Laravel, OOP, PHP, Laravel, OOP shu haqida mavzular bo'lgan. Umumiy dasturlash degan mavzu emas, o'sha yo'nalishingizni aniqlab oling. Keyingisi platforma tanlash kerak. Ya'ni YouTube, Instagram, Telegram platformalar haqida gaplashamiz. Ularning o'rni har bitta platformada har xil odamlar o'tiradi. Bu yerda ham mana yo'nalish tanlaganimizda iloji boricha boshida kichkina yo'nalish tanlang dedim-ku. Platformada ham iloji boricha bitta asosiy platforma yoki ikkita platformani tanlashingiz kerak. Chunki mana hozir mana brend qurish deyapman, lekin bu narsa ham vaqt va ish, mehnat talab qiladi. Tez bo'lib qolmaydi. Men ham har kuni kontent yaratishim kerak. Har kuni post yozishim kerak. Telegramda, LinkedInda postlar qo'yib boraman. Kuniga 2 ta, bo'lmasa 3 ta yoki ja bo'lmasa, misol qiynalib ketsam, kuniga bittadan ja bo'lmasa post qo'yib turaman. Har hafta uni planini, rejasini tuzish kerak. Mana bu videoni o'zi ham 1 soatlik video yaratishim uchun o'rgatish videosi bo'ladigan bo'lsa, uni o'rganishim kerak, tayyorlanish kerak, orada kesadigan joyi bor, montaj qiladigan joyi bor. 3-4 soatlab ketib qoladi. Manaqa to'g'ri qisqaroq videolarga ham tayyorgarlikning o'ziga ham ancha vaqt ketib qoladi. O'shanga bu ham mehnat, vaqt va o'sha ish talab qiladi. Brend yaratish o'shanga ko'p 5-6 ta platforma tanlab qo'ysangiz, qiynalib qolasiz. O'shanga yo'nalishi ham kichkina, platformani ham bitta asosiy bilan boshlaysiz ham bo'ladi. Mana Telegram ko'pchilik Telegram kanal yuritadi. Bu yaxshi. Shu Telegram, YouTube yoki Instagramda yuritsangiz bo'ladi. Shu o'zingizga platforma tanlang. Hozir mana qaysi platforma nima uchun yaxshiligini ham hozir mana ko'rsataman. Mana keyingisida platforma tanlashda shu nimaga e'tibor berish kerak? YouTube'da hop mana bundan boshlab olaylik. Har xil odamlar bor. Mana vizual odamlar, ya'ni ko'z orqali his qiladi, ya'ni ko'zi kuchli odamlar deyiladi, mana shunaqa odamlar bor. Bularga shu videolar yoqadi, rasmlar, mana infografikalar, webinarlar, animatsiyalar yoqadi. Bu o'sha ko'z bilan ko'radiganlar. Audio odamlar bor. Bularga eshitish yoqadi. Podkastlar, audio fayllarni eshitish yoqadi. Keyingisi tekst ko'rinishida o'qiydigan odamlar bor. Bular mana bloglarni o'qiydi, emaillarni o'qiydi, yangiliklarni o'qiydi. Xullas tekst ko'rinishida yoqtiradi bular. Siz ham o'zingizni turingizni aniqlab oling birinchi navbatda. Men misol uchun vizual odamman. O'shaning uchun ham YouTube kanalimni o'sha birinchi 2,5 yili faqat YouTube video chiqarganman. Men postlar, men Telegram kanallarim ham bular hammasi yaqin 3-4 oylik narsalar, 3-4 oyda ochilgan. Ungacha men Telegram kanalim yuritmaganman, LinkedInda ham hech qayerda, Instagram ham o'zim umuman yaqinda ochdim Instagramni. O'shanga bu platformalarda emas, asosiy menda shu video ko'rinishida bo'lganligi uchun, videoni yoqtirganligim uchun shuni tanlaganman. Mana bu platformani ham shu sizni yoqtirishingizdan kelib chiqqan holda tanlaysiz buni ham. Shu birinchi aniqlab oling o'zingizni va platforma tanlang. Endi Facebookda mana kimlar o'tiradi? 25 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan odamlar. Undan u yoq ham, ya'ni bu qarilar, eskilar, hozirgi yoshlar hech kim Facebookda yo'q. YouTube mana. YouTube eng zo'ri desa bo'ladi. Birinchi o'ringa qo'ysam bo'ladi. YouTube birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Chunki o'sha yoshdan tortib qarigacha hamma o'tiradi. Mana kontent turlari ham berilgan bu yerda. Mana Facebookda rasmlar, linklar, o'sha ma'lumotlar va live videolar qilsanglar bo'ladi. YouTube'da qanday qilib videolar, qanday qilib bunaqa qilish, qanaqa qilib bunaqa qilish degan. Mana tutorial, ya'ni o'rgatish videolarim hammasi shu turlarga kiradi. Webinarlar qilsanglar bo'ladi, tushuntirish videolar qilsanglar bo'ladi. Meni ham videolarim hammasi mana shu kontent turiga to'g'ri keladi. Instagramda 18 yoshdan to'g'ri o'tda ham qarilar ham o'tiradi, lekin asosiy yoshlar. Lekin bu auditoriyani sifatiga ham bog'liq. Ya'ni Instagramda YouTube'chalik sifatli odamlar o'tirmaydi. Sifatli deganda o'sha bilim talab qiladigan, ya'ni o'z ustida ishlaydigan odamlar Instagramda kam. Vaqtini, chunki Instagram bekorchilikda to'g'risi. Asosan bu yerda bachkana shu bloger har xil bo'lar bo'lmas videolar bo'lganligi uchun keyin 1 daqiqada nimani ham o'rgata olasiz. 1 daqiqada hech nima tayinli hech nima o'rganib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham qisqa formatdagi videolar, hozir kontent turlarini ham gaplashamiz. Qisqa, katta tekst
Bu yerda shu qisqa formatdagi videolar asosan ko'ngilochar videolar bo'ladi. Instagramda siz tutorial qanaqa bunaqa qilishingizni kamdan kam ko'rishadi. O'shanga menda ham shunaqa videolar qo'yaman, ko'rmaydi ko'pchilik, ketmaydi ham bunaqa. Mana shu ko'ngilochar videolar. Endi Twitterda asosan yangiliklar, shu discussion va shu ta'lim, bilim beradigan. Endi bu yerda kattalar, bu Instagramda o'tiradiganlar hech qachon Twitterda o'tirmaydi. Bu yerda shu tekst yozadiganlar, kulgili har xil memlar va Twitter asosan siyosiy mavzularda bu yerda shu debatlar ketadi. Bu ham sizni qanaqa kontent yaratmoqchi bo'lganingizga bog'liq. Lekin men ham Twitterda yuritib ko'rdim, Twitterda ham, lekin O'zbekistonda kam Twitter ishlatadigan odam, endi X bo'lgan hozir, kam odam ishlatadi. Shunga bu ham uncha yurmadi. Endi uzoq rivojlantirsa balki yurishi mumkin. Buni ham ko'rish kerak. Keyin LinkedIn endi professional odamlar, mana 46 dan 55 gacha bo'lgan degan, lekin yoshlar ham bor LinkedInda. Shu kasbiyda bu, kasbga mo'ljallangan platforma. Mana katta formatdagi kontentlar, tekstlar bu zo'r ketadi. To'g'ri, videoni ham qo'shgan, lekin asosan tekst ko'rinishida va foydali, jiddiy mavzular ketadi bu yerda. LinkedInda unaqa har xil bo'lar bo'lmas bachkana videolar yo'q bu yerda. TikTok bilan Snapchat bular kerak emas. Mana shu tepadagi LinkedIngacha tanlaysiz, o'zingizga mosini mana shu yerda tanlang. Mana bu yerda strategiyalar ham aytilibdi. Xullas shunaqa gaplar. Buni aytdik. Keyingisi kontent turlari. Xo'p, mana bu yerda foydali kontent. Xo'p, yo'nalish tanladingiz o'zingizga, platformani ham tanlab oldingiz va foydali kontent yaratishni boshlashingiz kerak. Keyin networking va hamkorliklar qilishingiz kerak. Ya'ni boshqalar bilan networking qilib, tanishib bilishlar orttirib, hamkorlik qilib, kollablar qilishingiz kerak. Endi bu har bittasiga chuqurroq o'tamiz. Bo'lmabdi. Mana tugatib qo'yaylik. Kontent turlari. Mana 15 xil kontent turi ko'rsatilgan mana bu yerda. Bu blog ko'rinishida, ya'ni blog ko'rinishida, uzun tekst ko'rinishidagi kontent qanday qilib degan kontent turi. Ya'ni bu video bo'lishi mumkin yoki tekst bo'lishi mumkin. Misol uchun, qanaqa qilib Linuxni o'rnatish, qanaqa qilib Windowsga PHP muhitini yaratish, shunaqa videolar. Yoki checklistlar, ya'ni o'sha misol birinchi buni qilish kerak, ikkinchi buni qilish kerak. PHP dasturchi bo'lish uchun bu narsalarni qiling degan video yoki tekst, ya'ni audio formatda podkast bo'lishi mumkin, farqi yo'q, o'zingiz tanlaysiz. Xo'p, qisqa so'zlashuvlar, vebinarlar, mana vebinarlar ko'rinishida qilish mumkin va mana video turi. Video turini ham ikki xil video turi bor. Qisqa video turi, Vine'lar yoki qanaqadir kulgili, ko'ngilochar videolar yoki uzun, ya'ni katta formatdagi video turi. Mana 10 daqiqalik, mana xuddi shu video ham katta formatdagi video turiga kiradi. Yoki memlar, kuldirish, ko'ngilochar turga ham kiradi. Hozir mana ham turlarni ham ko'ramiz. Ko'ngilochar shu memlar, infografika bo'lishi mumkin. Infografika, ya'ni statistika, har xil qiziqarli faktlar ko'rinishidagi kontent yaratishingiz mumkin. Case study bu o'sha case study, xullas tadqiqotlar, har xil izlanishlar, ko'rishlar, shuna giflar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoq, podkast, animatsiya va rasm ko'rinishidagi postlar bo'lishi mumkin. Ko'p, to'g'ri, bular juda ham ko'p. O'shaning uchun ham aytganimdek, o'ziga kichikroq, siz eng zo'ri bo'lgan, sizga yoqadigan turini tanlang. Buni o'zgartirish ham muammo emas. Keyinchalik, misol uchun, hozir boshlanishiga uzoq formatdagi videoni tanlab, ozginadan keyin menga qisqani qani qilib ko'ring deb, u yoqdan bu yoqqa o'tib, o'zi uchun sizga nima zo'r, siz uchun nima mos keladi, o'shani o'ziga yoqqanini tanlang. Har xilini qilib ko'ring. Qaysi biri yoqsa, o'shanda qolasiz va u yoqqa davom etasiz. O'shanga hech uyalmang, bu yomon emas. Sinab ko'ring o'zingiz har xil sohalarda. Endi kontentni turini ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana 4 xil kontent turi ko'rsatilgan, ya'ni ko'ngilochar kontentlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda nimadir o'rgatish emas, ko'ngilochar, qanaqa prikollar, kulgili videolar, dasturlashga oid kulgili qanaqadir nima, dasturchining bitta hayoti yoki boru, misol ko'rasizlar, har xil shunaqa turini tanlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa inspire, bu
ilhomlantiradigan bo'ladi. Tarjimasi ilhomlantiradigan, qanaqadir motivatsiya beradigan kontent turi bo'lishi mumkin. Uchinchisi o'rgatish, educate, ya'ni o'rgatadigan, nimadir qilish, o'rgatadi. Mani YouTube kanalim ham shu o'rgatadigan turga kiradi va sekin-sekin mana misol shu sal ko'ngilocharlikni ham qo'shyapman yaqin orada, shu qiziqroq bo'lishi uchun bu ham niyat shu. To'g'ri, mana o'rgatish kerak, lekin bir xil videolar ham shu cho'zilib ketadi. Zerikarli bo'lishi mumkin. Ayniqsa mana kurslar 100% zerikarli. Ko'pchilik odam sabri ham chidamaydi ularni oxirigacha ko'rishga. 39 soatlik, 25 soatlik kurslar. O'shanga mana ko'ngilocharlik, ko'ngilxushlikni ham sekin-sekin qo'shyapman va o'rganib, mana shu ya'ni qiziqarli bo'lsin odamlarni ushlab turish uchun. Chunki mana bu diqqatam pasayib ketyapti. Instagram har xil qisqa videolardan o'shanga shuni ham qo'shish kerak, mana bu o'rgatishga. Ishontirish, nimalargadir ishontirish bu turi, ya'ni misol uchun demo videolar, vebinarlar, sotish, savdo-sotiq nimadir qilish, o'sha produkt revyular bo'lishi mumkin. Nimanidir review qilish, klaviatura, texnika, nimadir dasturlashga oid. Qanaqadir eventlar, case studylar, mana xo'p, entertainmentda, ya'ni ko'ngilochar nimalar bor? Musobaqalar, o'yinlar, shu brand videolar va o'sha viral, ya'ni o'sha rekka chiqadigan deymizmi, shunaqa viral rekka chiqib ketadigan videolar bo'lishi mumkin. Inspire'da motivatsiya, o'sha har xil mashhur odamlar bilan nimalardir qilish mumkin. O'rgatishda oddiy o'sha qanaqa qilib shu nimadir qilish videolar, nima o'rgatish videolar, xullas shunaqa. Xo'p. Yo'nalish va niyat tanlashi yetib o'tib ketadigan bo'lsak, xo'p, mana bu endi shuni hozir aytganim tekst ko'rinishidagi siz kimga foyda bermoqchisiz, o'sha o'ziga yo'nalish tanlab oling. Kimga kim uchun kontent yaratyapsiz? Hozir mana bu shu mavzuni ham ko'ramiz. Yo'nalishda mana backendmi, frontendmi, qaysi yo'nalishda ketmoqchisiz? Mobilmi, backendda o'zi ham turlarga bo'linadi. Python dasturchi, misol sizni Python dasturchi sifatida tanishligini xohlaysiz, o'shanga faqat shu yo'nalishda ketishingiz kerak. Keyinchalik, misol uchun, auditoriyasi kattalashib, ko'p odam sizni kuzatganda boshqa yo'nalishlarga ham o'tishingiz mumkin. Qanaqa auditoriyaga yozmoqchisiz? Qanaqa auditoriyaga uchun kontent yaratmoqchisiz? Bunga mana bu javob topamiz. Bu uchun birinchi o'rinda geografik, ya'ni O'zbekiston uchun, misol uchun, meni kontentim O'zbekiston uchun mo'ljallangan. O'shaning uchun ham men ingliz tilida kontent yaratmayman o'zbeklar uchun. Endi bu aniq bitta joy uchun ham qaysidir, endi menimcha kichiklashib ketadi. Endi qaysidir shahar uchun, qaysidir viloyat uchun qilsanglar ham bo'ladi. Juda ham kam odam ko'radi, lekin bunga asosan o'sha geografiyani tanlaysiz yoki ingliz tili, rus tilida kontent yaratsangiz ham bo'ladi. Keyingisi demografik. Bu sizni auditoriyasi. Bu yerda hozir o'zimiz uchun auditoriya yaratib olishimiz kerak. Yoshi, jinsi, uni o'sha daromadi, qanaqa kasb, dasturchi daromadi, endi boshlayotganlar yoki junior dasturchilar yoki middle dasturchilar uchun kontent yaratishingiz mumkin. Yana nima? Dini, endi bular menimcha muhim emas. Millati bu ham muhim emas. Asosan shu yoshi bilan yoshini tanlab olsangiz menimcha yetarli bu yerda. Yana ingliz tarjima qilib ko'rasiz, yana har xil demografikasini tanlash uchun. Psychografik. Xo'p, bu yerda o'sha maqsadlari, uni o'sha qadriyatlari, ya'ni nimaga ishonadi, hobbilari, shu qiziqishlari, shulardan kelib chiqib o'z uchun auditoriya yaratib olasizda. Meni auditoriyam misol uchun 15 yoshdan boshlab asosan shu 30lar, 35 yoshlar ham bor. 15 dan 35 gacha deylik. Shu yoshda bo'lgan dasturchi, biznesga, startaplarga ham qiziqadiganlar, O'zbekistonda yashab turib yoki boshqa qo'shni davlatlarimizda ham yashab turib o'sha kuzatadigan dasturchilar. Xo'p, o'zini tutishi bu endi sotib olish qobiliyatiga ham qarashingiz mumkin. Misol uchun, ishsiz dasturchilar uchun video yaratadigan bo'lsangiz, demak sizni keyinchalik ertaga kurs nimadir chiqaradigan bo'lsangiz, ko'pchilik olmaydi, chunki ularning sotib olish qobiliyati yo'q, yoki ishsiz yoki endi boshlayapti yoki talaba bo'lishi mumkin. O'shanga ular sotib ola olmaydi sizdan hech nima. Bunga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Seniorlar uchun
kontent yaratadigan bo'lsangiz, ertaga qanaqadir mahsulot chiqaradigan bo'lsangiz, seniorlarda puli bor, siz ola oladi. Xo'p, qaysidir brendni foydalanuvchilari bo'lishi mumkin. Shunaqa, xullas, bu ham bir-biriga bog'liq. Menimcha tushundinglar deb o'ylayman. Shuni aniqlab olishimiz kerak. Bu yoq monetizatsiya, bu ikki taraflama monetizatsiya haqida ekan. Endi menimcha shungacha kelamiz. Xo'p, demak, yo'nalish va auditoriyani tanladik. Keyingi platforma tanlaymiz. O'sha video uchun YouTube, qisqa maslahatlarga Telegram, Reelsga Instagram, professional ko'rinishga LinkedIn. Sekin hammasini olib ketsangiz ham bo'ladi, lekin aytganimdek, ish, mehnat va vaqt talab qiladi. Bu hammasiga kontent yaratish. Endi foydali kontent yarating. Bu o'sha menimcha ko'rsatganimizda, yo odamlarni kuldiring, odamlarni qiziqtiring, odamlarni nimadir qildiring, yoki odamlarga o'rgating nimadir, yoki odamlarga motivatsiya bering, ilhomlantiring, yoki odamlarni nimagadir ishontiring, nimadir ko'rsating odamlarga. Shu to'rttalasidan bittasini qilishingiz kerak. Keyingisi muammo va yechim bering. Qanaqadir muammo va yechim. Bu o'rgatishdi. Portfolio va tajriba hikoyalari. Ya'ni o'sha success story deydi. Kimdir hikoyasini aytib bering, intervyu olishingiz mumkin, podkast qilishingiz mumkin. Ish jarayoni haqida postlar. Ya'ni siz ishlaysiz, misol ishingiz bor, bo'sh vaqtingizda yoki part time o'sha ishingizni, o'zingizni hikoyangizni, o'sha jarayonlarni vlog qilib borishingiz mumkin. Mana bunaqa ishlar qilamiz, bunaqa qilamiz, bugun bunaqa qildik deb shu ish jarayoni haqida postlar yaratib, ko'pchilik sizni kuzatishingiz mumkin. Qiziqqandan ham kuzatadi ko'pchilik odam o'shanga. Lekin o'sha kontentingiz foydali bo'lishi kerak, yo odamlarni kuldirish kerak, yo o'rgatish kerak, yo ilhomlantirish kerak yoki ko'rsatishingiz kerak nimadir. Keyin buni foydalari, ya'ni bitta brendning foydasi siz uchun ijtimoiy isbot bo'ladi. Bu inglizchasi social proof deyiladi. Ya'ni siz shu brendingiz orqali o'zingiz loyihalaringizni ko'rsating, mijozlaringizni fikrini oling, shu shaxsiy brendingiz orqali ertaga biznes qiladigan bo'lsangiz, shu narsalarni ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni followerlar soni, mana boshida ko'rsatganimdek, shu sizni brendingizga kiradi bular. Ya'ni ijtimoiy isbotga kiradi social proof. Ya'ni siz o'zingizni isbotladingiz, ya'ni o'rningiz bor, o'sha jamiyatda mana shu dasturlash sohasida o'zingizni o'rningizni egallaysiz xullas. Va sizga yozilgan izohlar, feedbacklar, bu ham hammasi sizni foydangizga ishlaydi. Keyingisi networking va hamkorlik qiling. Mana hammasini qildingiz, kontent yaratyapsiz va endi siz bu yoqqa boshqalar bilan networking qilishingiz kerak. Boshqa kontent yaratuvchilar bilan hamkorliklar qilib. Men ham bu narsani endi boshlayapman. Bu birinchi navbatda o'zim uchun bo'ladi. Va bu hammasi ham men o'zim amal qiladigan ishlar. Networking qilib, endi boshqalar bilan sekin boshqalarga obuna bo'lib, ularni postlarini tagida izohlar qoldiring, qatnashing. Mani ijtimoiy tarmoqlarimda qatnashing. Ko'pchilik taniyman. Ko'pchilikni shunchaki shu postlarda tagida izoh yozgani uchun ham taniyman. Yaxshi, foydali nimadir, tayinli izoh yozsangiz, o'sha odam kirib ko'radi, profilingizga ko'rib, u qani, misol uchun siz boshqa ijtimoiy tarmoqlaringizni kuzatib, keyin siz bilan shu yaqin odam bo'lib ketishi mumkin. Tanish bilish qilib, shunaqa tanishib ketishingiz mumkin. O'shanga boshqalarga ham kirib, foydali, ularga ham hissa qo'shing, nimadir o'rgatib, kollablar qilish, mana intervyular, kollablar, xudo xolasa chiqadi. Bu videoning tagida ham yozib qoldiring, kim bilan kollab qilishimni xohlaysiz, boshqa shu kontent yaratuvchilari, o'zbek kontent yaratuvchilari bilan yozib qoldirsangiz, xudo xolasa ular bilan ham videolar, intervyular chiqadi. Misol podkast yoki mana o'zim live stream ko'rinishini yaqinda qo'shdim. Har hafta live stream bo'lyapti. Hozir endi Ramazon oyi bo'lganligi uchun hozir ulgurmayman, taroveh bo'lganligi uchun bo'lmayapti. Xudo xolasa Ramazondan keyin yana live streamlar davom etadi har hafta. Podkastlarni ham qilib ko'rmoqchiman men ham. O'shanga xudo xolasa podkastlar ham chiqishi mumkin. Guruhlar, meetuplarda qatnashing. Har xil eventlarda qatnashish kerak. Endi ko'p uchraydigan xatolar, xo'p, video yakunlashib qoldi, sal cho'zilib ketdi, lekin menimcha arziydi bu o'rganishga arziydigan foydali video bo'lyapti. Xo'p, har kuni post qilishni o'ylab umuman boshlamaslik, ya'ni hozir men ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib, hammasida post yaratish kerak, video qilish kerak, shuni o'ylab va yana shunga bog'liq bo'lgan, ya'ni 100% mukammallikka intilish, men zo'r qilaman deb
umuman boshlamaysiz. Ya'ni cho'zib yuraverasiz. Yoki bo'lmasa, yani bu yerga qo'shmanman, texnika muammosi bo'lishi mumkin. Mani yaxshi kameram yo'q, mikrofonim yo'q, bilmayman, kompyuterim kuchsiz, men screen rekord qilishni bilmayman, nimadir qilmayman, yo'q, xonam yo'q, xonam bir bola bo'lib yotibdi deyishlar mumkin. Bu ham nima deylardi, bu ham bahona. Bular hammasi bahona. Boshlaydigan odam boshlaydi. Men ham oddiy mana quloqchinni mikrofonida boshlaganman. Mana YouTube kanalida ko'rsanglar bo'ladi. O'shanda 3-4 ta kitob qo'yib qo'yganman, ustiga quloqchinni kichkina mikrofonida o'shanda videolar yozganman. Birinchi videolarim bilmayman 1 yilcha o'sha kichkina mikrofonda yozilgan. Keyin pul yig'ib, sal o'zimni eplagandan keyin mana texnika, videolar, kamera, menda ham bu muammo haligacha bor. Yangi kamera olishim kerak, chiroq olish kerak, har xil. Bu production, misol bilganlar biladi, bu production katta texnika talab qiladi, kuchli kamera, qimmat mana kameralar, mikrofonlar o'shanga kamerani o'chirib qo'ying, mana misol uchun mana buni shunday olib tashlayda videoni o'zingiz mana anaqani orqasida yozing. Screen recording tekin mana bu OBS Studio'da qilinadi. OBS Studio'da bilmaydiganlar shunda o'rnatib olasiz, bo'ldi, tekin open source. Videoni tahrir qilish ham open source tekin dasturlar bor. Misol uchun men o'zim CapCut'da qilaman. Professional zo'r, tekin hammasi 100%. O'shanga bahona bularni xatolarni qilmaslik kerak va kam ko'rishlar bo'ladi deb to'xtab qolish. Ya'ni 100% bo'ladi. Birinchi postlar nimadir yaratganingizda hech kim ko'rmaydi yoki kam odam ko'radi. Meni videolarim ham xuddi shunaqa. Bilmayman, birinchi 6 oyda hamma videolarimda 20 ta, 30 ta, 10 ta ko'rishlar bo'lgan, viewlar bo'lgan. Yani hech kim ko'rmagan. Tanishlar ham ko'rmagan. To'g'ri, birinchi videongizni qarindoshlar kimlardir ko'radi, keyin ularga ham dasturlash qiziq emas bo'lgandan keyin kirib uzoq bo'lsa like bosib chiqib ketadi. O'shanga boshida ko'rishlar kam bo'ladi, lekin hamma shunaqa boshlagan. Men ham shunaqa boshlaganman. Qolganlar ham hozir millionta odam bo'lgan. Odam ham bir paytlar kichkina shunaqa boshlagan. Kamdan kam juda ham kam sonli odamlar bitta-ikkita videoda, ya'ni shu uchib ketishi mumkin. Bu kam, lekin asosiy qism sekin o'sha kam ko'rishlar bilan boshlaydi. Va qanaqadir mashhurlikni kutish. Shu hozir video chiqaraman yo post yozamanda mashhur bo'lib ketaman, hamma kuzatadi, meni yo'q. Bunaqa qilmaslik. O'zi niyatni to'g'rilab olish kerak. Shu mana misol uchun kontent yaratishdan ham xudo xolasa mana shu savob umidida ham odamlarga nimadir o'rgatish, shu tarafini ham endi inshaalloh bu Allohdan, misol uchun savob berishi, buni pul uchun emas. Endi bu narsani menimcha o'sha ahli ilmlardan so'rab olish kerak. Shu savob umidida ham kelajakda misol uchun pul uchun ham qilsa bo'ladimi yo'q, balki bittasini tanlash kerakdir. Meni ham bu haqida bilimim yo'q, o'shanga so'rab olish kerak. Pul uchunmi yoki misol tekin 100% faqat shu savob uchun, savob niyatida qilish. Shu yaxshi niyatda boshlash kerak xullas. Va yana bitta xato, tez natija bo'ladi. Ya'ni tez, bir oy ichida mashhur bo'lib ketaman deb o'ylamaslik. Yoki men 3 yil bo'lyapti, mana endi ta'lim haligacha ham faqat men asosan misol uchun faqat dasturlash sohasida emas, asosan PHP, Laravel jamiyatlarida meni tanishadi. Boshqa Pythonchilar tanimaydi, chunki ular Pythonda YouTube'da video ko'rmaydi. Dasturlash mavzulari haqida videolarimni ko'rish mumkin, lekin Laravel, PHP videolarimni ko'rmaydi. O'shanga Python yoki Java hamjamiyatlarida meni tanimasligi mumkin. Va boshlash uchun birinchi qadam bugunoq profilingizni yarating. Tanlayda o'zingiz platformangizni farqi yo'q, qaysi biri yoqsa o'shani tanlab bosing. Ko'p vaqt sarflash kerak emas bu yerda. Tanlab bir oylab rejalashtirib zo'r qilib boshlayman deb yo'q. Profilingizni ochingda bugunoq birinchi postingizni qo'ying. Telegram tanladingizmi? Birinchi post qo'ying. Assalomu alaykum. Meni ismim anaqa. Kontaktingizni hammasini qo'shib yuboring. Yoqmagan odam chiqib ketadi. Telegramda yaxshi tarafi. YouTube'da endi majburlab qo'sha olmaysiz. O'shanga video bo'lsa, bugunoq birinchi videongizni qo'ying. Video yo'qsa, assalomu alaykum. Meni ismim shunaqa. Bugun meni birinchi videoyim. Meni kanalimda dasturlashga oid mashg'ulotlarni, testlarni, nimadir yechish yoki intervyuga tayyorlanish, mana misollarni yechish yoki lead code nimadir mavzularni berib boraman. Agar sizga misol qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'ling deb uni video qo'ying bo'ldi.
nima bo'lsa bo'ldi deb qo'ying. Tayyor emas bo'lsangiz ham bugunoq boshlang. Bo'lmasa yuraverasiz cho'zib. Hech qachon ideal mani videolarim haligacha ideal emas. Shu va bir oy davomida har hafta kontent chiqaring. Bu bir oy degani bir oydan keyin to'xtadi emas. Boshlanishiga bir oy tinmasdan kontent yarating. Va shu platformani sinab ko'rayotganda boya aytdim-ku, sinab ko'ring o'zi uchun qaysi biri mos keladi, qaysi biri yaxshi tushadi. Hammasini kontent turlarini, mana bu turlarni ham, ko'ngilocharni ham, o'qitishni ham, motivatsionni ham hammasini sinab ko'ring. Sizdan hech kim birov hech nima demaydi siz uchun. Test qilib ko'ring. Sizga qaysi biri yoqadi, qaysi biri to'g'ri keladi. Har bittasida 100 tadan post yaratib ko'ring. Bunga 100 ta, bunga 100 ta. Qaysi biri sizga mos keladi. Va o'zingizga 5 yil vaqt bering. Bu narsa ko'p vaqt talab qiladi. Meni o'zimda ham hali 5 yil bo'lganiga o'shanga vaqt talab qiladi bu narsa. Pul ham kelmaydi boshida. Men tekman YouTubedan haligacha $1 ham olganim yo'q, ishlaganim yo'q mana shu YouTube kanalimdan shu paytgacha. Men YouTubedan tashqarisi emas, aynan mana shu YouTube bergan pulni aytayapman. Xudo balki ko'rsataman ham kelajakda. Hali $1 ham olganim yo'q. Va shu aytganimdek sinab ko'ring. O'zi uchun har xil platformani sinab ko'ring. Va oldindan ogohlantirish, sizni hech kim ko'rmaydi. Boshida tanishlaringizdan boshqa sizni hech kim ko'rmaydi. Videolaringizni ham, postlaringizni ham o'shanga xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Baribir hech kim ko'rmaydi-yu. Ham plusda bu. Hech kim ko'rmaydi minusiga va plusiga ham yomon kontent chiqarsam ham hech kim ko'rmaydi-yu. Baribir deb chiqaravering. Videoyingizni ham qaraymi, nimadirmi, ovoz yaxshi emasmi, chiqaravering. Va kontentingiz yomon chiqadi. Albatta bu. To'g'ri, misol o'qimagan bo'lsangiz ham va yana bitta xatolardan bittasi bo'ldi, hozir misol uchun qildingiz, bo'ldi. Shaxsiy brendimni rivojlantiraman dedingiz, kurs olasiz, videolar ko'rasiz, shaxsiy brend haqida ham o'rganaverasiz-da, lekin yaratmaysiz, qilmaysiz. Bundan ko'ra mana shu videoning o'zi yetarli siz uchun. Birinchi qadamlarni tashlab boshlashingiz uchun yetarli. U yog'ini endi tajriba orqali o'rganasiz. Odamlarning o'zini feedbackini o'zi sizga o'rgatib qo'yadi. Mana bunaqa qilsam o'xshamabdi, yoqmabdi. Negativni inobatga olmagan holda, to'g'ri, konstruktiv feedback, fikr beradiganlardan o'shalarni o'zidan o'rganasiz. Ovozing yaxshi emas ekan, ovoz past ekan deydi. Mani videolarimni qanchasini o'zi qaytadan chiqarishimga to'g'ri kelgan. Ovoz past bo'lib qolgan, xarab bo'lib qolgan, nimadir, qayerdadir ovoz o'chib qolgan bo'lgan, mikrofon o'chib qolgan. O'shanga sekin-sekin uni yo'l davomida o'rganasiz. Eng yaxshi yo'nalish ham shu. Men o'rganay, video ko'rib, kurs sotib olib, cho'zib yurib, naq qilgandan ko'ra yoki texnika ham, chiroq olaman, kamera olaman, xonamni tartibga keltiraman deb cho'zib yurish ham yaxshi emas. O'zingizga yomon bu. Xuddi dasturlashdagi o'sha o'rganish tuzog'i degan videomni ko'rsangiz, u yerda ham shu o'rganib yuradiganlar haqida bu yerda ham shu narsa tegishli. Rahmat, videoni ko'rganingiz uchun. Mana yakunlandi. Xudo xohlasa sal cho'zilib ketdi. Lekin arziydigan, foydali video bo'ldi deb umid qilaman. Savolingiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Va obuna bo'ling. Mana shu hamma yoqda shu Suhrob Nuraliyev deb yozsangiz, GitHubda hammasi videoning tagida qoldiraman. Hamma ijtimoiy tarmoqlarimni kuzatib obuna bo'lib qoling. Agar video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa va nima fikringlar, nima misol uchun savolinglar bo'ladigan bo'lsa, meni o'zim bilan ham bog'lansanglar bo'ladi. Shu ijtimoiy tarmoqlarda. Endi misol Telegramda ayniqsa ko'pchilik yozganligi uchun ko'payib ketadi bir xil chatlarim. Vaqtida yoki ancha kech javob berishim mumkin. O'shanga qaytadan yana boshqatdan yozsanglar, xudo xohlasa, chunki yana tepaga chiqadi, keyin javob beraman. Shunaqa gaplar, mana shaxsiy brend haqida uzoq video bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Siz nima deb o'ylaysiz shu haqida? Fikringizni izohda yozib qoldiring. Va bugunoq birinchi qadamda aytilgan hammasini bugunoq qiling. Bugun birinchi videongiz chiqishi kerak. Bugun birinchi post qo'ying. Bugun birinchi o'sha kichkina videomni farqi yo'q chiqaring. Bugunoq. Va rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Obuna bo'ling va xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha